Assalomu alaykum barcha-barchaga. Prava haydovchilik guvohnomasi tomon yana bir qadam tashlaymiz birgalikda. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'p. 20 talik testga qo'yib olamiz. Boshlaymiz. Xo'p, siz chorrahada chapga burilishda qaysi transport vositasiga yo'l berishingiz kerak? Xo'p, bizga asosiy yo'l, hech kimga yo'l bermasligimiz kerak. To'g'ri javob. Xo'p, bosh miya jarohatlangan asosiy alomatlari. Xo'p, hushdan keshish. Qayta. Yuqorida barcha holatlar. Xo'p. Ushbu ko'rsatilgan yo'llardan nechta qatnov qismiga ega? O'ngda 2 ta. Xo'p. To'xtab turish tormoz tizimi toifasida avtomatlashgan vositalarni asralangan holda qanday qiyalikda harakatlanish holida foydalanish taqiqlanadi? Xo'p. 31%. Qaysi belgi yo'lning tor qismlarida ro'paradan kelayotgan transport vositalariga yo'l berish lozimligini bildiradi? A degan. Xo'p. Ko'rsatilgan yo'l belgilari qaysi biri taqiqlovchi belgilar ilgari kiritilgan barcha cheklovlarni bekor qiladi? Faqat C ekan. 2 ta xato qildik. Shu belgilardan qaysi biri haydovchining shu joydagi yashash yoki ishlash joyiga yetib borishiga monelik qilmaydi? C javobi degan. 3 ta xato. Mana xatolarni eslab qolinglar. Keyin yana qayta takrorlanganda o'zingizlarga asq o'tadi. Xo'p, 8-savol. Qaysi rasmda ajratuvchi mintaqa bor bo'lgan yo'l ko'rsatilgan? Xo'p. Ekraningizdagi o'ng tarafidagi. Xo'p. Ushbu chorrahada kim yo'l beradi? Xo'p, mototsikl, ko'k avtomobil yo'l beradi. Xo'p. Qaysi belgi velosiped yo'lkasida ko'rsatadi? C javob. Xo'p, ushbu belgi qaysi turdagi transport vositalarini to'xtamasdan o'tishlarini taqiqlaydi? Barcha turdagi transport vositalarini. Qaysi belgi xavfli yuk tashiyotgan transport vositalarining harakatini taqiqlaydi deb nomlanadi? C javob. Xo'p, xavfsiz oraliq masofani ko'rsating. Xo'p, B javob. Quvib o'tish taalluqli belgilardan ko'rsating. A va C. Qaysi belgilardan yuk avtomobillarida quvib o'tish taqiqlangan hududning oxiri bildiradi? A va C uchrasidan 4 ta xato qildik. Ushbu holatda qaysi transport vositalariga yo'l berish kerak? Avtobus yo'l berish kerak. Tektoraning miltillovchi sariq ishorasi nima haqida ogohlantiradi? Ko'z olinmagan harakatlanishga ruxsat beradi. Barcha holatlar to'g'ri ekan. Xo'p. Transport vositalarining qatnov qismining kengaytirilmagan joylarida qanday tartibda to'xtash va to'xtab turishga ruxsat etiladi?
parallelniy ravishda chorrahadan tashqarida tartibga solinmagan velosiped yo'lkasida yo'l kesishmasida kim yo'l berishi kerak? Xo'p, qaysi belgi to'xtash chizig'i oldida va bo'lmagan kesib o'tmagan qatnov qismining chetida to'xtamasdan harakatlanishni taqiqlaydi? Stop. B va S. Faqat B degan. Xo'p, endi natijani ko'ramiz. Natija. Tarixga kiramiz. Mana bugun. Xo'p, 10-yanvar 2026-yil. 20:42 da imtihon topshiryapmiz. Xo'p. Boshlash vaqti 21:42, tugatish vaqti 21:47. Vaqtlar borada shoshilmaslikni tavsiya qilaman. Xo'p. Bu yerda biz 20 ta testdan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta xato qilibmiz. 6 ta xato. Albatta, yaxshi natijalarga erishishni tilab qolaman. Biz bilan qoling, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Barchalarga rahmat kuzatib borayotganlar uchun.